Tarixda shunday ayollar bo'lgan. Ularning ko'zlari imperiyalarni qulatgan, so'zlari esa dushmanlarni tiz cho'ktirgan. Ammo ulardan biri borki, uning nomi 2000 yildan oshiq vaqtdan beri afsonalarda yashaydi. Kleopatra, Misr malikasi, Rimni o'z yuragiga bog'lagan ayol va ehtimol tarixdagi eng noto'g'ri tushunilgan hukmdor. Go'zalligi haqida ko'p yozilgan. Uning husni quyoshni ham uyaltiradi deyishgan. Lekin Kleopatra faqat go'zal emas edi. U strateg edi, siyosatchi edi, diplomat edi. 7 tilda gaplasha olgan, qadimgi Misr va Yunon falsafasini chuqur tushungan bir aql egasi edi. Bu video nafaqat uning muhabbatlari haqida, balki undan ham chuqurroq uning aql zakosi, siyosiy mahorati va qanday qilib tarixni o'zgartira olganligi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, tarixni sevuvchi aziz do'stlar. Siz Asrlar izdan kanaldasiz. Bu yerda biz o'tmishning eng sirli, eng hayratlanarli sahifalarini birgalikda ochamiz. Bugun siz bilan birga Misr cho'llaridan Rim senatiga qadar cho'zilgan muhabbat, hokimiyat va xiyonat bilan to'la bir ayolning hayotiga nazar solamiz. Kleopatra, u shunchaki go'zal malikagina emas, u tarixni o'zgartirgan ayol. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Ishonchim komilki, siz Kleopatrani ilgari hech ko'rmagan ko'zingiz bilan ko'rasiz. Miloddan avvalgi 69-yil. Nil daryosining bo'yida joylashgan bilim va boylik markazi bo'lgan Iskandariya shahrida bir qiz tug'iladi. Uning ismi Kleopatra. Lekin u oddiy misrlik emas edi. Uning tomirlarida Yunon qoni oqardi. Kleopatra Ptolemeylar sulolasiga mansub edi. Bu sulola Aleksandr Makedonskiy vafotidan so'ng eng yaqin sarkardalardan biri bo'lgan Ptolemey I Soter tomonidan asos solingan edi. Ular 3 asrdan ortiq Misrni boshqargan, ya'ni Kleopatra tashqi ko'rinishda misrlik malikaga o'xshagan bo'lsa-da, aslida Yunon edi. Ptolemeylar asosan Yunon tilida so'zlashar, Misr tili va madaniyatiga begona edilar. Ammo Kleopatra bu an'anani sindirdi. U qadimgi Misr tilini mukammal egallagan, 8 dan ortiq tilni bemalol so'zlasha olgan hukmdor edi. Plutarxning yozishicha, u sulola tarixida birinchi bo'lib Misr tilini mukammal o'rgangan hukmdor bo'lgan. Ibroniy, Suriyacha, Parfiya, Arman va boshqa tillarda ham ravon gaplasha olgan. Shuning uchun oddiy xalq uni chin yurakdan tushunar, yaqin his qilar edi. U yoshligidan ziyrak, sabrli va bilimga chanqoq edi. Uning ustozlari orasida Yunon faylasuflari, misrlik ruhoniylar va hofizlar bor edi. Misr faylasufi Filostratus unga Yunon adabiyoti va notiqlik san'atini o'rgatgan. Keyinchalik u Aleksandriya shahridagi buyuk ma'rifat markazi Muzeoda tahsil olib, falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya va tabiatshunoslik sohalarida chuqur bilimga ega bo'ldi. Miloddan avvalgi 52-yilda otasi Ptolemey 12 vafot etdi. Uning irodasiga ko'ra Kleopatra o'z ukasi Ptolemey 13 bilan birga turmush qurib taxtga chiqdi. Bu Ptolemeylar sulolasida odatiy hol edi. Aka-singil va opa-ukalar o'zaro turmush qurib taxtni baham ko'rishardi. Lekin bu sheriklik xavfsizlik emas, xatar edi. Oradan 2 yil o'tmay saroydagi fitnalar kuchayib, ukasi Kleopatrani hokimiyatdan chetladi. Miloddan avvalgi 50-yilda Kleopatra Misrni tark etishga majbur bo'ldi va Suriyaga qochdi. Lekin u taslim bo'lmadi. U yerda askarlar to'plab ukasiga qarshi kurashga tayyorlandi. U shaharni tark etdi, qochdi, lekin yengilmadi. Qaytib keldi, kuchliroq, aqlliroq va eng muhimi aniq reja bilan. Miloddan avvalgi 48-yilda Kleopatra to'plagan kuchlari bilan Peluziya shahriga hujum qildi. Uning askarlari ukasining kuchli armiyasini mag'lub etdi. Qizil dengiz bo'yida yana hukmdorlikka da'vo qildi. Bu orada
Rimda fuqarolar urushi avjiga chiqqan edi. Rimlik sarkarda Pompey mag'lub bo'lib boshpana izlab Misrga kelganida Ptolomey 13ning maslahatchilari uni siyosiy sovg'a sifatida yo'q qilishga qaror qilindi. Pompey qirg'oqqa tushayotganida qayiqda o'ldirildi. Uning boshi Sezarga sovg'a sifatida taqdim etildi. Ammo bu xatti-harakat rimliklar uchun jirkanch siyosiy jinoyat edi. Sezar Misrga kelganida bu voqeani eshitdi va Ptolomeylar saroyidagi ziddiyatga aralashdi. Aynan shu yerda Kleopatra va Sezar ilk bor uchrashdi. Bu faqat siyosiy ittifoq emas edi. Bu ittifoqning ichida hayrat, joziba va strategiya yashiringan edi. Kleopatra Sezarning yordamiga tayanib, ukasini ikkinchi bor quvib chiqardi. Sezar va Ptolomey 13ning qo'shinlari o'rtasida Nildagi jangda Sezar g'alaba qozondi. Ptolomey 13 qochib ketishga urinayotganda Nil daryosida cho'kib o'ldi. Shu tariqa Kleopatra yana Misr taxtiga chiqdi. Bu safar yolg'iz emas edi. Orqasida Rim imperiyasining eng qudratli sarkardasi turar edi. Unga yordam kerak edi va bu yordamni qayerdan topishni aniq bilar edi. Kleopatra oddiy malika emas edi. U bilardi, kuchlilar oldida kuchsiz bo'lib ko'rinish xavfli, ammo kerakli strategiya bo'lishi mumkin. Shunday qilib, u o'zini gilam ichiga o'rab, Sezarning qarorgohiga olib borishni buyurdi. Gilam ochiladi. Ichidan chiqqan yosh, ammo xotirjam va mulohazali malika Sezarning ko'ziga tik qaraydi. Bu qarash ikki imperiyaning to'qnashuvi edi. Ammo bu jang qilich bilan emas, aql bilan bo'lishi kerak edi. Sezar urushlar bilan tajriba orttirgan, Rim senatini titratgan sarkarda. Bu ayolda faqat go'zallikni emas, siyosiy hamkorlikni, o'z manfaatlarini ko'rdi. Kleopatra esa bu uchrashuv orqali yana Misr taxtiga qaytdi. Ammo bu faqatgina boshlanish edi. Kleopatra o'z yo'lini topgan edi. Sezar bilan ittifoq bu faqat muhabbat emas edi. Bu strategiya edi. Ular Rimda birga bo'lishdi. Bu payt Rim senati g'azabda edi. Misr malikasi, ajnabiy ayol ularning eng qudratli sarkardasining yuragida edi. Kleopatra bu munosabatdan Sezarning o'g'lini dunyoga keltirdi. Unga Sezarian, ya'ni kichik Sezar deb ism qo'ydi. U o'g'lini Sezardan keyin Rim taxtiga da'vogar qilish niyatida edi. Rim esa g'azablanar, senat esa vahimaga tushardi. Yuliy Sezar esa ochiqchasiga Kleopatrani himoya qilardi. Unga uy qurdi, hurmat ko'rsatdi, hatto Rimda imperatorona maqom berishga tayyor edi. Ammo bu orzular uzoq davom etmadi. Miloddan avvalgi 44-yil mart oyining o'rtasi Rim senatida pichoqlar chaqildi. Sezar o'z do'stlari, sodiq kishilari tomonidan xiyonat bilan o'ldirildi. Kleopatra bu xabarni eshitgach Rimni tark etdi. Uning orzulari qon ichida g'arq bo'lgan edi. Endi u yolg'iz, lekin hali yengilmagan edi. Sezarning o'limidan so'ng Rimda kuch boshlig'i paydo bo'ldi. 3-triumvirlik tuzildi. Mark Antoniy, Octavian va Lepidus imperiyani bo'lishib oldi. Mark Antoniy Sezarning eng yaqin sarkardalaridan biri edi va u Misrga Kleopatraning huzuriga yo'l oldi. Ammo bu tashrif siyosiy ittifoq uchun emas, ko'ngil va kuch ittifoqi uchun edi. Ular o'rtasidagi aloqa shunchaki muhabbat emas, imperiyalar o'rtasidagi kelishuv edi. Antoniy Kleopatrani rasmiy ravishda o'zining sharq malikasi deb e'lon qildi. Ulardan 3 ta farzand tug'ildi. Kleopatra esa yana Sezarianni imperator qilish rejasini yuritardi. Lekin bu sharqiy hashamat Rimda g'azab uyg'otdi. Octavian, ya'ni bo'lajak imperator Avgust bu holatni tahdid deb bildi. Nihoyat miloddan avvalgi 31-yil Axyum jangi boshlandi. Rim floti Octavian boshchiligida, Misr va Antoniy floti esa Kleopatraning yordami bilan qarshilik ko'rsatdi. Antoniy
Rim kuchlarining bosqinidan so'ng o'z joniga qasd qildi. Kleopatra esa imperiyalar oldida yengilganini tan olmadi. Ammo jang Kleopatra va Antoniy uchun halokatli bo'ldi. Ular yengildi va Misrga oxirgi bor qaytishdi. Antoniy o'ldi. Rim Misr eshiklarigacha yetib keldi. Kleopatra esa Rim g'alabasiga bosh egmadi. U tushunardi. Ular uni zanjirband qilib Rim ko'chalarida g'oliblik trofeyi sifatida sudrab yurishardi. Bu unga yarashmasdi. Kleopatra saroyining eng chuqur xonasiga ilonlarni olib kirishni buyurdi. Bu Misr mifologiyasida muqaddas hayvon edi. Nafaqat zahar, balki ozodlik ramzi. U ilonni ko'kragiga qo'ydi. Aytishlaricha, uni ilon chaqib o'ldirdi. Boshqa rivoyatlarda esa zahar ichib o'z joniga qasd qildi. Ammo haqiqat bitta edi. Bu ayol kuch, siyosat va go'zallik timsoli. O'z tanlovini o'zi qildi. Kleopatraning o'limi bilan Misr mustaqilligi ham o'ldi. Rim imperiyasi Misrni yutib yubordi. Ammo Kleopatraning nomi o'chmadi. U Rimni ham, tarixni ham zabt etdi. U dushmanlarini zabt etgan, do'stlarini siylagan, olimlarni hurmat qilgan, xalqning tilida gaplashgan va eng muhimi hech qachon bosh egmagan ayol edi. U so'nggi fir'avn edi. U abadiy malika bo'lib qoldi. Tarixda shunday insonlar bo'ladiki, ularning hayoti orqaga qarab nazar solinganda ham yuragingda qoldirgan ta'siri hali hanuz seziladi. Kleopatra shunday nomlardan biri. U haqidagi rivoyatlar go'zallik, aql, siyosat va qudratning qanday uyg'unlashishini bizga ko'rsatdi. Ammo savol shu: sizningcha Kleopatra tarixdagi eng buyuk ayollardan biri edimi? Yoki u shunchaki siyosiy manipulyator, go'zallikni qurol qilgan firibgar edimi? Fikringizni izohlarda kutaman. Tarix faqat bo'lgan voqealar emas, bu voqealarni qanday anglashimiz hamdir. Agar bu kabi tarixiy hikoyalar sizni ham o'ylantirsa, kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Bu siz uchun kichik harakat, ammo bu kabi videolarni davom ettirishim uchun juda katta turtki bo'ladi. Men bilan tarix yo'li davom etadi. Yana ko'rishguncha Asadbek bilan edingiz. Tarixdan hikoya qildik.